Navoiydagi bolalar o'yingohida batut kuchli shamolda uchib ketdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda Navoiy viloyatining Nurota tumanidagi Chashma ziyoratgohi yaqinida bolalar o'ynash uchun mo'ljallangan batut shamolda uchib ketgan aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan Nurota tumani hokimligi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, 27-aprel kuni soat 14:47 da tumanning Shahriston mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Chashma tarixiy me'moriy majmuasi hududida kuchli shamol oqibatida tadbirkorlarga tegishli bo'lgan batut inshooti o'z joyidan siljib avtomobil yo'liga ko'chib ketdi. Mazkur hodisa oqibatida bir dona tungi yoritgich ustuni shikastlangan. Voqea tufayli fuqarolar va yosh bolalar tan jarohati olmagan. Shuningdek, avtotransport vositalariga ham zarar yetmagan. Hokimlik hozirda holat to'liq o'rganib, bunday noxush holatlarning oldini olish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ko'rilishini ma'lum qildi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.